Yana yurtimiz hayotiga oid xabarlarga qaytamiz. Samarqand viloyatida kuni kecha yuz bergan fojiali hodisa ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Video lavhada 2 kishini tok urgani aks etgan. Ma'lum qilinishicha, har 2 inson ham hodisa joyida vafot etgan. Muxbirimiz tafsilotlarni o'rganish maqsadida voqea joyiga bordi. Temir narvonda qolgan dog'lar yuqori kuchlanishli elektr tokining qanchalik kuchli bo'lganini aniq ko'rsatib turibdi. Narvondagi izlar nafaqat dalil, balki inson hayoti uchun tok qanchalik xavfli ekanini isbotlovchi sukutli guvohdir. Uning ortida 2 inson hayoti, bir necha oilaning ayriliq azobi turibdi. Stansiya bog'zog'idan chiquvchi yuqori kuchlanishli 10 kV havo tarmog'imizda Anzur havo tarmog'iga tadbirkorlar tomonidan kuzatuv kamerasi o'rnatilayotgan ekan. Kamerani o'rnatib, temir narvonni ko'targan holda 10 kV havo tarmog'imizga tokka tushgan. Dejurni pastansiyamiz 10 kV havo tarmog'ini o'chirgan. Tayloq tumanida sodir bo'lgan fojiada 2 erkak video kuzatuv kamerasini o'rnatgan. Ishni yakunlagach, temir narvonda yuqori kuchlanishli elektr simlariga ehtiyotsizlik bilan tekizib yuborishgan. Bir zumda kuchli tok zarbasi yuz bergan va ular hayot bilan vidolashgan. Yuqori kuchlanishli simlarga yaqin joyda narvon qo'yganlar xavf bilan yuzma-yuz kelganini anglab ulgurmasdan tok zarbasiga uchragan. Men ichkarida ishlab yotgandim, qolgan ustalar bilan. Tok uryapti degan ovozni eshitdim bu tarafdan. Orqa tarafda bir kishi baqirdi. Keyin yugurib tushdik hammamiz. Kelsak uje yotishgan ekan. 10 kW kuchlanish olib o'tuvchi simga 2 metrdan ortiq masofa saqlamaslik qat'iyan taqiqlangan deydi elektr muhandisi. Elektr tarmoqlaridan ruxsatsiz kamera yoki biron bir ish qilish mumkin emas. Har bitta havo tarmog'imizda o'zini axrani zonalari mavjud. Chunki bu yerda 10 kV, 6 kV 0.4 kV havo tarmoqlarimiz mavjud. Uni har qanday iste'molchi tomonidan ishlash taqiqlanadi. Ko'ngilsiz voqeaga guvoh bo'lganlar kuchli tok zarbasidan yerga yiqilgan 2 yigitni zax yerga ko'mib hushiga keltirishga uringan, biroq afsuski bu harakatlar natija bermagan. Baqirdim hammaga yordam beringlar deb. Zaxga borib ko'mdik. Bu yerda ariq bor. Shu yerda zax joyiga borib ko'mdik. 103 ga telefon qildim. Menga endi ikkita bola, ikkita yosh bola jalga ketdi-da. Hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv boshlangan. 2 nafar 1995 hamda 2002-yilda tug'ilgan fuqarolar yuqori kuchlanishdagi elektr toki urishi natijasida voqea joyida vafot etgan. Mazkur shaxslarning murdasiga nisbatan sudga oid tibbiy ekspertiza tayinlangan. Hozirda holat yuzasidan Tayloq tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Mutabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan.